O'zbekistonda ilk bor yangi Li i8. Yo'l oiladan boshlanadi. Keng bagaj va aqlli yechimlar. Har bir detal qulaylik uchun yaratilgan. Salonda tinchlik, kenglik va uyga xos shinamlikni yaratuvchi texnologiyalar. 544 ot kuchi va to'liq privod shaharda zarur dinamika va ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Yo'lni his qiladi. Har bir harakatga aniqlik bilan javob beradi. Shahar ortida yangi manzillar, yangi tajribalar. Aerodinamik siluet va atigi 0.218 qarshilik koeffitsiyenti. Yengil harakatning siri. Magic Carpet pnevmatik podveskasi yo'ldagi notekisliklarni his qildirmaydi. Go'yo avtomobil yo'l ustida suzayotgandek. Bolalar multimedia bilan band. Ota-onalar esa sokinlik va qulaylikdan bahramand. Panoramali tom manzarani kengaytiradi. Har bir safarga yorqinlik bag'ishlaydi. 720 kilometrgacha yurish masofasi. To'xtashlarsiz erkin harakat imkoniyati. Brendga xos chiziqlar, LED optika, mayda detallarda mukammallik. Bu shunchaki avtomobil emas. Bu yerda suhbatlar, tabassumlar va xotirjamlik birlashadi. Li i8. Shahar qulayligi va tabiat tinchligini birlashtirgan avtomobil. Podveska yo'l relyefiga moslashadi. Har bir yo'lovchi uchun bir xil qulaylikni saqlaydi. Kun yakunida Li i8 oilani uyga yengil va osoyishta yeltadi. Bu yangi sinfdagi avtomobil. Shaharda dinamika, yo'llarda qulaylik. Li i8. O'zbekistonda oilaviy sayohatlarning yangi davri.